Kilos qanchadan keladi? Kiloslar. Qupnaychi. Assalomu alaykum, hurmatli jaltili musulmon yurtug'anlar. Bugun 24-may 2022-yil No'qat shahrinдағы түшкі kursining bahosin ko'rsatmoqchimiz. Tuğanlar, yaxshi xabar. O'tda sonning xabarдағы suyunchi rubl ko'tarildi дағы. Hozir cho'g'i ko'rib, sizlar bilan do'stlar bilan bo'lishib, like, kommentariy yozib ketingizlar. Kanalga qutlab. Bankning oldida ellar vobshelar ko'p. Dollar 79.50, euro 84.50, rubl 1 so'm 23 tiyin. Shunda 1000 rublning 1230 so'm bo'lib turganlar. Bu bank Aziya bankdagi dollar 79.60, euro 85.00, rubl 1 so'm 22 tiyin. Bu radbenkalar dollar 79.50, rubl 1 so'm 22 tiyin. Bu yerde admenkalar 1 so'm 22 tiyin, dollar 79.50. Bu admenkadagi 1 so'm 22 tiyin. Bu yerdagi admenkadagi 1 so'm 22 tiyin, dollar 79. Bu Baytuşin bankdagi rubl 1 so'm 23 tiyin, dollar 79.50. Saat 1 bo'ldi. Elder vobshelar ko'p bankning oldinlarida. Do'stlar bilan bo'lishib, like'dan bosib qo'yinglar tuğanlar. Ta shunday yaxshi jangotar bilan bo'lishib turadi inshaalloh.